Judayam ko'pchilik umra safarida qolib ketyapti. Bu ijtimoiy tarmoqda judayam katta muhokamalarga ega bo'lyapti. Nimaga bu yurtdoshlarimiz umra safarida qolib ketishyapti? O'zi tur firmaga, tur litsenziyaga ega tur firma o'zi qanday holatda sizlarni umra safariga jo'natadi? O'shuning uchun bilganingiz Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelamiz. Muhammad Rasul qorakamollarga. Assalomu alaykum. Qoraka, omonmisiz? Videoni ko'rmasdan oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, o'zi arzon tur firma qanaqa bo'ladi? O'zi arzon tur firmada borsiz, o'zi sifatli bo'ladi. Hozirgi paytda litsenziyasi yo'q insonlar ham reklama qilishdan to'xtamayapti. Yurtboshimiz o'zlari chiqarib qo'ygan yangi qonun bo'yicha ishlamasdan o'shlarni chekkaga surgan holatda ishlayotgan odamlar juda ham ko'payib ketdi. O'z fikringizni kommentariyada yozib o'tib keting, chunki nimani niyat qilib yozsangiz, o'sha narsa bir kun kelib amalga oshadi. Sizlarni kutilmagan holatda Qorakamga savollar berishda davom etamiz inshaalloh. Assalomu alaykum Qoraka, omonmisiz? Assalom, rahmat. Qoraka, hozir juda ham dolzarb bo'layotgan muammo, odamlar Saudiya Arabistonda qolib ketishyapti. Onangiz bo'lsa gaplashib olavering. Ulug'bek aka. Mayli. Xo'p, mana aytgan narsa kim onasini yaxshi ko'radi? Onasini yaxshi ko'rsa, men inshaalloh onamni yaxshi ko'raman, onam bilan bu safarga boraman deb keting, chunki ona telefon qilganda qanaqa joyda bo'lishidan qat'iy nazar albatta birinchi bo'lib, birinchi qo'ng'iroqni ko'taring. Esingizdan chiqib qolmasin. Qoraka, nimaga yurtdoshlarimiz Saudiya Arabistonda qolib ketishyapti? Arzon tur firma hisobigami yo bo'lmasa tur litsenziyaga ega emas tur firmalar hisobigami? Xo'p, sizga hozir aytishim bo'yicha bir aniqrog'ini aytsam, bilet o'zi asli bizda bordi keldi olinadi. Misol uchun 1-avgust kuni chiqib ketadigan bo'lsangiz, 14-avgust kuni qaytar biletingiz ham olinadi. Unda bilet narxi sezilarli darajada qimmatroq olinadi. Nimaga? 14 kundan keyingi samolyotda ham o'rni band bo'ladi. 14 kundan keyin band bo'ladi. Hozirgi asosiy sabab shu deb o'ylayman. O'sha qolib ketayotgan odamlarning nimasi bir taraflama olingan xolos bileti. Faqat borda olingan. Xo'p, men bular jaydarroq qilib tushuntirib beradigan bo'lsak, bordi keldi bilet olsa, masalan 300 so'm bo'lsa, bir tomonda o'ziga olib, keyin abrat keyin olaman deydigan bo'lsa, 200 so'm, 150 so'm atrofida bo'ladi. Shunaqa biladimi? Hisobda bir teng baravar farq qiladi. Teng baravar farq qiladi. Do'stlar, o'shuning uchun adashib qolmang. Siz ketayotganingizda bordi keldi biletini aniq so'rab oling. Siz o'zi qachon borgansiz? Siz qolib ketgan, mana shu videoni ko'rayotgan inson qolib ketgan bo'lsa, kommentariyaga men bu palonchi firmadan borganman, qolib ketganman, kommentariyaga o'z izohlaringizni belgilab keting. Bizga obuna bo'ling. Kunda-kun yangiliklar chiqib turibdi inshaalloh. Qoraka, Centrum Holdings kompaniyasida qanaqa sharoitlar bor? Shularni bitta aniqlashtirib ketsak. Madina Munavvaradagi, Makka Mukarramadagi sayohat va gastisilar masofasini to'liq qilib tushuntirib bersangiz. Xo'p, hozir Centrum Hollidays'dan to'g'ridan-to'g'ri reyslar. Toshkent Jidda qaytish ham Jidda Toshkent bo'ladi. Agar mabodo Toshkent Madina uchilsa, Madina Toshkent yana tramvay. Hali o'rtada Pelosatga yo'q. Yo'q. Misol uchun Toshkentdan Dubayga, Dubaydan yana Jiddaga uchsa, misol uchun $450 chiqayotgan bilet $300 aylanishi mumkin. Pelosatkasi bo'lsa. Hali Dubayga odamni tashlaydi. Tushunarli. O'shanda narx arzon bo'lishi mumkin. Bular Centrum Holdingsda faqat premium reys. Faqat premium reys. To'g'ridan-to'g'ri. Madina Munavvarada necha yuz metrlar orada gastinsamiz? Xo'p, 200-250 metr oralig'ida markaziyada joylashgan 4 yulduzli mehmonxonalardan. 4 yulduzli mehmonxona. Makka Mukarramadagi. Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr oralig'ida 3-4 yulduzli mehmonxonalar Ajiyat ko'chada, keyin Ibrohim Halil ko'chasida. Bitta narsa kommentariyada o'qib qoldim. Siz kommentariy yozgan shunisi yaxshi-da, o'zingizga nisbatan gapni ham eshitib olasiz. Agar shu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir ovqat to'g'risida savol bermoqchi edim. Bitta inson yegani bo'ladimi debdi. Qoraka. Endi bo'sh qop hech qachon tikka turmaydi. Odam nimadir yesa, ichiga quvvat degan narsa ovqat bilan kiradi, to'g'rimi? Ovqatni yesa, borib o'sha haramda ham ibodatini qiladi. Madina Munavvarada ham, misol yuradi. Atda umra ibodati degani kerakli narsa-da bu. Uyda 5 vaqt namoz o'qisangiz, masjidga chiqmasangiz, uyda 5 vaqt namoz o'qishingiz mumkin. Lekin atda haram degan hududga borganingizdan keyin tavob qilasiz. Borib Ka'bani ushlagingiz keladi. Hamma yoqqa kuch kerak bo'ladi. O'shuning uchun do'stim, ovqatni gapirib o'tib ketmasam, sizni ota-ona joyida ekan bo'lsangiz, avobda siz bizga pasport topshiring, ota-onangizga ovqat qilib bermaymiz. Shu
shu kommentariy yozgan inson. Xafa bo'lmang gapida. Faqat shu jichcha ozgina izoh berib ketyapman. Qolaga Madina Munavvarada necha mahal ovqat, Makka Mukarramada necha mahal ovqat bo'ladi? Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Ularda ham oshpazlari arab yoki hindistonlik yo boshqa emas. O'zimizni o'zbek oshpazlari olib borib, o'sha yerda o'zimizni o'zbek oshpazlari tayyorlab beryapti ovqatlarni. O'zbek milliy taomlari, hali turetskiy yoki arab ovqatlar emas. Arab ovqatlar emas. Ha, misol uchun tembaravar arzon tushishi mumkin arab ovqatlari. Yo'q, bu yerda misol uchun hamma o'zini o'rgangan narsasi. Shunaqa. Aqa borib 2 kunda ham o'rganolmaydi arab ovqatlariga. O'shaning uchun faqat o'zbek milliy taomlari qilinadi. Xo'p, yana bitta narsa, bizni ijtimoiy tarmoqda Qirg'izistondan, Tojikistondan, Rossiyadan va Amerikalardan ko'rishadi. Men o'zim kommentariyada juda ko'p o'qiganman. Siz hozir qayerda turibsiz? Bitta kommentariyaga yozib, bizni qayerdan ko'ryapsiz? Amerikadan ko'ryapsizmi, Rossiyadan ko'ryapsizmi? Qaysi davlatdan ko'rayotgan bo'lsa, men falonchi davlatdanman, men bormoqchiman degan so'zni yozib qo'yasiz. Inshaalloh tez kunda siz borishingizga biz sababkor bo'lib qolishimiz mumkin. O'shalarga qanday sizga bog'lanish mumkin? Xo'p, ijtimoiy tarmoqdagi barcha ijtimoiy tarmoqlarni ishlab turibdi, messenjerlar. Asosan bulardan Telegram, Instagram, WhatsApp hozir yaqinda qo'shildi Rossiyadagi o'zbeklarga, yo bo'lmasa Rossiya fuqarolariga Max ham ochildi. Bemalol shu quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Qolgan bitta eng asosiy nimasi bo'ladi. O'sha narsa bo'lmasa hech qayerga yurmaydigan narsa qolib ketyapti. Bu nima desangiz, bu hozirgi paytdagi umraga safarga boradigan narxlar. Xo'p, hozirgi reyslarimiz o'zi aytib ketish esdan chiqib qoldi. Poytaxtdan 5 ta viloyatlardan bo'lyapti. Qayerdan? Poytaxtdan tashqari Samarqand, Termiz, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridan. Endi shularning narxini ham bitta aytib o'tib ketsak qoraga. Xo'p, viloyatlarimizdan $1100 chiqyapti. Viloyatlarimizdan poytaxtdan $1050. $1050. Toshkentdan tushadiganlarimizga ham o'zi 5 ta viloyat deganda asosiy oldin vohalar Toshkentga kelardi, vodiylar Toshkentga borardi, bitta joydan uchardi. Hozir mana 4 yil yo 5 yil bo'lgan umra safariga yo'llar ochilganiga qanaqa erkinliklar bo'ldi. O'sha narsaga shukrona keltirib qo'yishimiz kerak. Nimaga? Oldin faqat Toshkent o'zidan, u Toshkent o'zidan ham oldin yo'q edi. Toshkent o'zidan. Yurtdoshlarimiz umra safariga boraman, kutib, qo'pol qilib gapirganda o'tib ham ketishdi. Nechta inson o'tib ketdi. Yana bitta narsa bu mana bir buvam aytdilar, opa maydodalar. Bolam shunchalarni mana boryapti. Nimaga boryapti deb o'ylaysiz? Yerlarda endi duo qilgani uchun yo'q, unga bormayapti. Uni ota bobosi bor-ku, bora olmaganda. Lekin duosi nimani izlagan? Ey Robbim, men bora olmagan bo'lsam, bola chaqam, zurriyotim, avlodlar borsin degan o'shalar duosi ijobat bo'lgan. Hozirgi paytda erkinliklar boshlanib ketdi. O'shuning uchun do'stlar, bu videoga bitta like bosib qo'ying, bizni izohlarga kirib kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Bizga juda ham kerak bo'ladi bu narsa. Bizga obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa. Narxlarni aytib o'tib ketdik, sharoitlarni aytib o'tib ketdik. Inshaalloh kuniga 2 tadan ham umra safariga boradigan shunchalar berib o'tib ketishga harakat qilyapmiz sizlarga. Qanaqangi savollaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Qorakam o'zlarining sheriklari, bolalar bor. Bemalol o'zlari javob berishadi inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu videoda befarq bo'lmasdan yaqinlarga jon qo'yishni esdan chiqarmang.